Poytaxtimizda birinchi xalqaro xalq diplomatlari kongressi bo'lib o'tdi. Unda so'nggi yillarda xalq diplomatiyasi borasida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi, yangi istiqbolli hamkorlik yo'nalishlari ham ko'rib chiqildi. Diplomatiyaning yurakdan yurakka intiluvchi ko'rinishi tanishmi sizga? Aslida bu fenomenga deyarli har kuni, har davrada duch kelamiz. Sababi insonlar, madaniyatlar va urf-odatlar, umuman dilga yaqin barcha tushunchalar ayni shu usulda mushtarak bo'ladi. Bu xalq diplomatiyasidir. Shanxay hamkorlik tashkilotining xalq diplomatiyasi markazi tomonidan tuzilmaga a'zo davlatlar bilan madaniy-gumanitar sohadagi ikki tomonlama samarali hamkorlik faol davom ettirilib, ularning shu yo'nalishdagi yutuq va tajribalari o'rganib kelinmoqda. Turli mamlakatlarning soha vakillari bilan do'stona munosabatlarni yanada mustahkamlash, yana ko'plab yo'nalishlarda aloqalarni kengaytirish maqsadida tashkil etilgan ilk kongressda dunyoning 12 ta mamlakatidan hamkor tashkilotlar vakillari, diplomatik korpus va milliy madaniy markazlar faollari ishtirok etdi. Bugungi kun asosiy masalalardan biri Markaziy Osiyo davlatlari orasida yaxshi qo'shnichilik aloqalarini rivojlantirishda, madaniy ma'rifiy tadbirlarni o'tkazishda, qolaversa elimizga, yurtimizga taniqli bo'lgan mutafakkir, shoir, olimlarni tug'ilgan kunlari, yubileyini hamkorlikda o'tkazishda xalq diplomatiyasi juda katta o'rin tutadi. Har bir to'qnashuvlarni oldini oladigan ham mana shu xalq diplomatiyasi. Xalq diplomatiyasini rivojlantirishda har bir inson ziyoli, madaniyatli, o'qimishli va to'zimli bo'lishi kerak. Xalqaro kongress xalq diplomatiyasi, ilm-fan, madaniyat, san'at, ta'lim, millatlararo munosabatlar sohalarida bugungi kun masalalarini muhokama qilish, o'zaro faol madaniy almashinuvga erishish imkoniyatlarini yaratish bilan ahamiyatliligi ta'kidlandi. Bugungi tadbir O'zbekiston tarixida jamoatchilik vakillarini, ya'niki shu xalqaro munosabatlar sohasida faoliyat olib borayotgan barcha jamoatchilik vakillarini, nodavlat notijorat tashkilotlari rahbarlari, O'zbekistonni Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasidagi doimiy do'stlari kongressda yig'ilishdik. Kongress noan'anaviy tarzda tashkil etildi. Bugun turli mamlakatlardan, xorijiy mamlakatlardan kelgan mehmonlar o'zaro bir-birlari bilan muloqot qilib, suhbat qilib, birgalikda rivojlanish yo'llari, birdamlik, hamkorlik, do'stlik, millatlararo totuvlik kabi masalalar ko'tarildi. Dunyoda kechayotgan ziddiyatli davrda o'zaro birdamlik juda ham zarur bugungi kunda. Bu birdamlik xalqlar o'rtasida bo'lsa, bu birdamlik mana shu jamoatchilik o'rtasida bo'lsa, bu yana ham samarali bo'ladi. Jamiyatimizni qamrab olgan barcha sohalarda mana shunaqa o'zaro muloqot kelajakda juda ko'p narsalarni beradi. Tadbir yakunida O'zbekistonda xalq diplomatiyasini rivojlantirishga, millatlararo totuvlikni mustahkamlashga katta hissa qo'shgan bir qator anjuman ishtirokchilariga xalq diplomati ko'krak nishoni topshirildi.